Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Aziz Sharq Turkistonlik muhojirda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarim. Bugun men yana so'zga chiqdim, chunki so'zga chiqishimdagi sabab ba'zi bir muhim nuqtalarni yana tilga ilib, mishada so'zlashni to'g'ri topdim. Men tunogin kechda bizningki WhatsApp gruplarimizda yo'llangan ba'zi bir videolarni men uni Facebook'a chiqargan. Facebook'a chiqargandan keyin nurg'un insonlar udul menga telefon qilinmay, boshqalarni nima qilish orqali Bilalga deb qo'y, videoni o'chirib olsin, oqsin, ko'qsin degandek gaplarni qilibdi. Kulib ketdim, anglab ketdim. Men keyin menga bir nechta telefon keldi. Voy endi siz bilan yaxshi o'timiz. Bilal aka, endi shu ashunda yoshlik qilib shunday bo'lib qopti. Endi miyada biz bo'lgandan keyin u bilma deb qo'ydim. Lekin ben deb o'chirayman uni, o'chamayman. Turdi aşağıda. O'zlari rasvoligini butun dunyoga yeb, duyullarda TikTok degan narsada taqib bu qisi bo'ldi ekan. Biz bunda qilyapmiz, anda qilyapmiz deb. Biz buni millatimizga ibrat olsun deb biz chiqarib qo'ydik. Biz eng boshda bu ishlarni qilmaganligimiz uchun mushkunni ko'ryapmiz. Ayada bizning millatimizni Xitoy qiryapti, o'ltiryapti, aqqiryapti, ko'qyapti deb da'vo qildi ekansa, ham yerda yog'an bir narsani ko'tarib olib. Undan keyin Amerikadagi siyosatchilar, dunyodagi siyosatchilar, mush Uyg'urning shunday bo'lyapti deb ular bizga qonun chiqarib, yana birmi qilib, nurg'un ishlarimizni qilsa, vatanga bexaraman berib kelib, miyada usulni o'ynab, naqshini aytib, dumboqni chap, u bu qilsa, bu dunyo siyosatchilari Uyg'urni kuzatayotgan sarang emas. Va bularning ishi yog'an o'xshamamda. Bular nayt xo'shal-xo'ram yashaydi ekan, bunda olgandan keyin bularga ko'ngil bo'lmasak bo'ldi ekan degan bir hukmni berimiz bularga. Ham Xitoygami bir qo'liga chiqadigan asosdan birini tutqidan birini tutqazgan bo'lamiz. Nada mana sen bularga qonun chiqarib bersang, irqiy qirg'inchilik qildi Uyg'urga bu deb degan olar nada bularga bunda irqiy qirg'inchilikka uchragan millat bunda xo'shal yashamdi. Vatanning sirtidimi? Ya sen xato qilyapsa deb bizning ishlarimizga ashuna to'sqinlik bo'ldi. Bir narsa desa, kunda yig'lab o'tag'illamdiki, biz kallamizni aram aldirish uchun, psixikamizni o'ngshash uchun qilyapmiz. Ey, bu irqiy qirg'inchilikka uchragan millat, vatanim mustaqil bo'lsin, vatanimdan Xitoy chiqarsin, vatanimniki irqiy qirg'inchilik to'xtasin, tugasin, men Uyg'ur millati bir hur, ozod, erkinlikka erishsin deb ma'nonga kuchaydi. Hech qachon bu yerda naqsh usulga, daqudumboqqa, o'yin tomoshaga, aroq sharobga yana bir nima qilmaydi bu. Bu daqudumboq, o'yin tomoshaninki ko'pligidan bo'layotgan ahvolimiz mana bu qarindoshlar. Ey! Menga salatchilarni evatib telefon qilganlar, rahmat sizlarga. Akallarim, inilarim, ochilarim, singillarim. Ammo bu qilgan salatchilar sizlar eng yaxshisi menga unda telefon qilib, palonchiga telefon qilib qo'ying, Bilalga telefon qilib qo'ying. Bilal ajimga, Bilal Ibrohim Turkistoniga, ani o'chirvasin, meni o'chirvasin. O'zing qila menga telefonni, o'zing qilib bunda degina. Men o'ttirliqda saloj qilayotganlar eng yaxshi to'xtab qolinglar. Men deb qo'yay. Sizlarningki salojlig'inglar menga kerak emas. To'g'ri ba'zilar telefon qilib turadi, ba'zi qarindoshlarimizga Bilalni arz qilamiz, oq qilamiz, sultimiz. Qulog'ingdan kelganda qila, arz qiling. Tan o'ynaymiz chiqib. Sotdan. 3 loyirim bor meniki, advokatdan. Ab chiqmay ashlarni. So'ltib baqa meni Amerikada. Qulog'ingdan kelsa, so'lta. Biz so'ltuytimiz Bilalni oq qilamiz, ko'p qilib. Ey, 2017dan boshlab sen haq meni Amerika chegarasidan chiqarmoqchi bo'lgandan. Amerika chegarasidan chiqaraytimiz, oq qilamiz, ko'p qilamiz. Bu degan terrorist, fundamentalist u bu. Hukumatning odamlari bilan ko'rishdim men 2018dan boshlab necha qaytam. Hammani tushuntirib dedim men. Unda odam emas ekansa dedi meni. Mening keynimda bunda bo'layotgan ishlar bor, mana mening ahvolimda. Nimamni bildi. Kontakt nomerlarini tatib bor, aloqam bor. Sen qilib baqa shuni arz qilib meni, so'ltib baqa. Kim yotadi turmada, kim yotmaydi vaqt kelganini ko'ramiz. Qo'lingdan kelganini qilishya, arz qilamiz u. Qila arzini butun Amerikadagi 10 ming Uyg'urni to'plab, imzo to'plab, qila meni sulta.
Birinchi Xudoyim, ikkinchi Amerika hukumati, uningdagi sarang Uyg'ur qolmadi deman deb qo'yay. Butun dunyoda. İyi chiqadi bizga. Haqqasan xiyolingda uni qilsak, buni qilsak qo'qab qoldi, yana bir. Ey, sen haqqa mening gapimga qoldim ba jiqchatda. Men 10 yil oldi men Amerikada turibqile. Qaysi biringning ishini qilmadim? Balang tug'ilsa balangning ismini qo'ydim. Qizing cho'ng'is qizingning nikosini o'qidim, o'g'lingning nikosini o'qidim. Dadang tugab ketsa, butun urug'ni qoldiring tugab ketsa, chaqadim, Qur'on o'qib berdim. Pul oldimmi? Pul bersang oldim, bermasang olmadim hech qaysinikini. Odatda bir nikohni o'qib, sayni qilib, sotqa yo'llab berganiga 300 dollardan 500 dollargacha pul oldi. Oldimmi? Aqalsangdan. Berginingdan oldim, bermaginingdan men olmadim deb bermaysan deb. Xudoyim berar bizga deb yo'lga soldik. Sizlarga ama Amerikadagi Uyg'urlarga mening yaxshiligim tegishdagi men yomonlik qilmadim aqalsanga. Endi qo'p andaq qilmizmi? Qilar shuni. Haramdan bo'lganlar, qilar shuni. Arz qilar. Yazıyor şu xitini. Yeni bir nemeçe upucu der. Apır solutuya meni. Ben yatımı aç turmada. Kulağından kemmeydi ben sana koy aramdan boğalla. Koğanı kısıp yürüş. İşittin ballar ananı sikey. Aşağıda dağıtkan kancuklar zıvanını yığıp yürüş ben sana koyay. Aşağıda dağıtkan yıcı kızlar zıvanını yığıp yürüş mü Amerika'da. Amerika'daki Uygur yaşları ya. Ma bizni muşta davatqanlar bizga ulgu bo'lsa bo'ldi. Ma qirkotlar. Yaşı 50'dan aşkan, 60'dan aşkan. Ulgu oluştu yok. Butkul sesqchilikni, askilikning hammani qavatsa. Hozirgacha. Endi qop andaq qilib qo'shaman. Men ish o'gitishmayman, men sanab qo'yaman, nim qotqinimni bilmayman. Seninki an uçuran, mani çıqıran, mani yizing, mani qiling deganingni men qilmayman. Men xohlaganimni qilaman. Nimani to'g'ri ko'rgamsam shuni yizib chiqirma, nimani qamchiligim kelsa, shuni xato ish kerakligini bilsam shuni chiqirma. Bu mening haqqim. Biz millatni mushtaq o'ngshaymiz. Mushunda bo'lganda Uyg'ur millati o'ngshildi, Uyg'ur millati to'g'ri yo'lga mangdi, mushta ishlar tugaydi. Chetalik bir siyosiy bir inqilobchining bir degan gapi bor, ismini unutib qolibdiman. Bir vatini besivilingan, xalqi qirilayotgan, davlati yiqitilgan bir millat faqat o'zininki ashu bosqinchi millatninki asoratning qutulishning yo'lini izlaydi. Oyun tamaşını qilmaydi. Bütün hayatı, bütün aqli shu narsada bo'ladi. Agar unda bo'lmaganda bu millat dunyodan yo'qaydi deb Yevropadagi bir siyosiy inqilobchi shu gapni degan. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida. Biz Uyg'urlar shunga muhtoj shu narsa keldi hozir. Biz butunlay vatan da'vosi, qanday qilsak davlat quramiz, qanday qilsak Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatamiz, Uyg'ur mustaqillik erishmasi bo'lmaydi. Mustaqil bo'lmasa bu Uyg'ur yo'qolib ketadi deganni bütün 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamizningki bosh qotirdigan bir ishimizni biz tashlab qo'yib, naynay g'iti-g'itdan usul o'ynash bilan Dutta temberçilik bilan yana bir nima. Biz qilmaymiz u ishni. Qildigan vaqt bor. Vatanimiz mustaqil bo'lganda qilamiz uni. Vatanimiz mustaqil bo'lib, bayroqlarimizni chiqarib, hamma narsamizni tayyor qilib bo'lgandan keyin biz o'ynasak bo'ladi o'sha vaqt usulni. Ammo hozir bizga bu bo'lmaydi. Bu to'g'ri emas, bu durust emas. Biz shuni miyada ibrat olsun deb chiqardik miyada. O'zing butun dunyoga she'r qildi ekansan. TikToklarga yana bir yerga u bu chiqarib, endi bo'lgan vaqtda voy endi ashuni uchratgan bo'lsa biz uqmay yoshlar hamda manda bo'lib qolibdi. Ey, ash ishni qilayotgan yoshlar, sen uqmay shuni chiqaramsa? Uqmay chiqaramda shuni. Kim ishindi bu gapga? Hech kim ishonmaydi. Endi bo'lganda to'g'ri menga telefon qilinmay, palanchiq deb qo'yganmisiz, pistanchiq deb qo'yganmisiz? Uchratgan bo'lsa Bilal Ajim, Bilal Ibrahim Turkistoni. Bo'lmasa biz uni arz qildik. Adam toplab, o'qiltiq, bo'qiltiq. Aramdan bo'lganda qilinglar shuni adam toplab, imzo toplab, 10 mingdan ortiq Uyg'ur bormi Amerikada? Bütün Amerikada 50 shtat yashaydigan. Hammasiga deb Xitoyga o'xshash to'saqchini boshlab kirib, chiqib atquzita meni. Mishada atquzita undan keyin qanday bir ish bo'ldiki? Shu vaqt ko'raylik shuni. Advokatlarim bilan chiqaman. Shu advokatim bor, bir emas, men deb qo'yay. Shular bilan, hukumatning odamlari bilan chiqaman. O'ynamdoq shunda. Oynagandan keyin cho'ng o'ynaymiz shunda. Yozay xitingni. Haramdan bo'lganlar. Sen qilayotgan ishingdan o'zing nomus qilmay. Bütün dunyoga
yiyip özününki çavusunu içken araqlarından tartib, ayol kishi turib, xotin kishi turib, Xitoycha so'zlab, uni buni qilib qilsang, buldiki butun dunyoga. Uni o'zing chiqargan narsa u. Bizga kuchib kelgandan keyin biz chiqarib qo'ydik. Mana ko'ringlar. Bunda ishlar bo'libdi. Ma dunyoda ma Uyg'urning ishi. Shunga yordam qilmaydi Xudoyim. Ey, tig'i mendan tig'i ba'zi yig'lab so'rashsa, "Belallohim, nimishki Xudoyim bizga Uyg'urga yordam qilmaydi? Nimishki Uyg'urga yordam qilmaydi? Mushunda ishlar bo'lsa Xudoyim ko'mamdi bu." Sening mushunda ishlaringning ko'pligidan qilmaydi Xudoyim. Nim deb qildi sana? Bunda ishni. Bunda yordamni. Men akuni dedim. Oyatni misol keldim. İnnallâhe lâ yugayru mâ bi kavmin hattâ yugayru mâ bi anfusihim. Bir qavm o'zidagi nachar illatni tuzatmaguncha u qavmga, u millatga, u organga, u tashkilotga, u bir guruhga Alloh subhanahu va taolo yordam bermaydi dedim. Nimdab berdi sana yordam? Nimdab qildi? Qilmaydi. 100 odam bayada namoz o'qib bilsa, 5'in qopsa ya onun 90'ın oltasan arg'ini ichib, tangsangni o'ynab, yana birimi qilib. Unuga qilma bo'pti. Xudoyim sana bilgin. Normal bir insonlikdagi narsani bir qilolmasang, endi qo'pib Xudoyim bizga deb yordam qilmaydi. Qilmaydi, ashta qilgandan keyin qilmaydi toza. Ha. Yordamni. Nima qildi? Bizning mush ishlarimiz sal ozsa, tugisa, undan keyin biz bir qilib tushib, bir nimaga tushgandan keyin Xudoyim qiladi yordamni Uyg'urga. U vaqt qiladi. Üstüngdimi kilidi yordam, keyningdimi kilidi, o'ng tarafdan, so'l tarafdan, oldingdan, keyningdan, hamma yerdan kilidi yordam. Xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning davrida mushriklar bilan kofirlar nimaga tushgan vaqtda 300 musulmonga o'zining 10 nasl keldigan mushrikka qarshi turadigan kuchni, yordamni Xudoyim bergandek, Xitoyga qarshi turadigan, Xitoyni yo'q qildigan shunday kuchni Xudoyim Uyg'urga berdi. Biz oz bo'lsaqmi. Ammo shunday ishlarimiz tugimizcha yordamni bermaydi. Nima berdik ya Xudoyim sen? Bekor yordam bermaydi. Har qanday narsaga sen bir narsaga erishish uchun bedel to'laysan bu dunyodami? Ha, Allohninki yordamiga erishish uchun bedel to'laysan. U bekor bo'lib qolmaydi u. Sen bedel to'laganda undan keyin Xudoyim sana yordam berdi uni. Deganni qilgandan keyin. Nima deb sana berdik ya? IT xizmatga 100 ming dollarlik xizmatga erishish uchun 5 yil, 4 yil, 3 yil, 2 yil, 1 yil o'qiydi o'mishadi Uyg'ur o'quvchilar. Undan keyin chiqadi 80 ming, 90 ming, 100 minglik xizmatga. Bedel to'laysa, o'zingning bir hayotini yaxshilash uchun. Bir millatni o'ngshash uchun, bir millatni qutuldirish uchun butun millat sifatida bedel to'laganda undan keyin Xudoyim bizga yordam qildi. Unda bedelni to'lamasang, nima deb yordam qildi-ki Xudoyim sana? Sana yordam qilish qazi yo'q Xudoyimningki. Seni yaratmasın bildi. Yaratish qazimi yo'q. Haqqing yo'q Xudodan sen unda so'raydigan Allohdan. Kim o sen unda deydigan? Biz ma'ni tashabbus qilsak, hamda ma aramdan bo'lganlar qo'pib, biz Bilal İbrahim Türkistani ashini uchratmasa Bilal hojim, biz arz qilmaymiz Bilalni. Sulutimiz aqlimiz. Qulog'ingdan kelganini qila, sulutda butun ma Uyg'urdagi nimani akab qiling. Meni anglab qo'yinglar juma Uyg'urlar. Ma Facebook'imdagi Uyg'urlar, butun dunyodagi Uyg'urlar meni share qilib anglab qo'yinglar. Mushlar qilib boqsin. Meni akirib sulusin. Hammanglar mushuni shohid bo'lib ko'ringlar. Mening qulamga qo'yisilinganni, turmaga kirganimni, meni otqinni chiqib. Haramdan bo'lganlar. Qo'lingdan kelganini qiling. Qasam. Eshak o'z qo'ng'i g'ijak tatibdi degandek millat ulvassa, nayni g'itg'itdan takrang. Nim tugamaydigan narsa bu? Nurg'uyadi deb keldi. 2018dan boshlab mana 2021 kirdi 3 yil bo'ldi. Men o'qigan nikohlarninki hammasi oz odam bilan yig'ilchoqlar bo'lib tugidi. Uyda, bu yerda. Cho'ng bir nima yo'q. Taqan numus qilmay bir qancha gap o'tgan. Bilal İbrahim Türkistonni mushtoyga borgan, mushtoyga berib o'zi video qilib, o'zi chiqirib turib. Aramdan bo'lgan qanjoq? Itning olisi anangni aramdan bo'lgan. Qilmagan shu to'kmitdan qapti men sanab qo'yay. Aramdan bo'lganlar. Men unda to'ylarga bormayman, esinglarda bo'lsin. Unda to'y qildiganlarni meni chaqirib nikohni o'qitgandek men ketaman. O'qib qo'yman. Nikohini ondan keyin ketaman, unda to'yladi men yo'q. Hozirgacha. Uyatga videolarga men chiqib qolganim yo'q. Topay shu videoda meniki bir so'rtimni, bir apat so'rtimni bo'lsa, bormikin? Ko'rpaqayman. To'kmat qo'rshavchilar, numus qilmay. O'zing video qilib, o'zing dunyoga chiqirib uni
Bütün rasvatçılıkni dunyoga yeb, amda bo'lganda Bilal İbrahim Turkistoniy borgan ash to'yga berib, o'zi video ilib, telefonda yoki kameradan. Uningdan keyin miyaga chiqirib mundaq qilyapti-da. Undaq qilmasin o'chirvasin bu. Sening qo'llangan taktikangmi bu menga? Kim ishindi uningga? Ey, qaysi Uyg'ur ishindi? Kallasi bir ishib qolgan Uyg'ur yo'q, bu yerda 4 Uyg'ur yo'q. Kim ishindi uningga? Hamma narsani, seschilikni, askilikni, buzuqchilikni, ishplaslikni, mehnatchilikni o'zan qilishib, endi bo'lganda menga döngeyse. Shundami? Mush olgan videoga uning o'zi chiqargan bo'ldi. Tavba qildim Xudoyim, tavba qildim Xudoyim. Ajoyib bir insonlar ekan. Numus qilmaydi, shu gaplarni deb chiqishdan. 24 soat bo'lmadi, ey. 24 soat bo'lmadi ma videoga shu gapni qilib chiqishdan. Tabii shu video, shu mening so'rdim videolarimiz chiqar animega. Paylaşmayman. Paylaşıp chiqarib kechirim so'rab butun Uyg'urdan. Men mushtaq qilib sapdiman. Xapumanglar deyman. Bormi shu narsang? Chiqarib paketlaringni mana shuga. Shitning mollari numus qilmay. Qaysini bir yomonlik qilib baqdim. Shu Amerikadagi Uyg'urlarni, dapaqa Amerikadagi Uyg'urlar men bilan yashayotsa. Mush Virginiyadagi, ammo qaysini yomonlik qildim? Qaysinin dadisi, anasi yana birisi o'lib ketgan vaqt, chaqagan vaqt berib Qur'on o'qib bermadim. Tabliq qilib bermadim, nima qilmadim? Hamma ishlarni qilib berdim. Hatto shu go'rlik ko'mgicha, balangni ko'mgicha, dadangni ko'mgicha hamma nimangni bishingda turib, tasalli berib, chiroyli nima qilib, vaqtimni chiqarib, vaqtimning ichidan vaqt chiqarib qilish bermadimmi? Guvoh mushalik Uyg'ur jamoati hammasi. Uningga yuzini qilishmaysa, uning yuzini qil demayman, o men Alloh tarafdan olmayman uning savobini. Men buningdan keyin mushunday narsalar bo'lsa chiqirma. Tugutishga urinimiz. Chunki biz uzunning yoqi ota-bobolarimiz bizga bo'pti. O'nshilib qola, u bu bo'la deb yo'l qo'yib, xoinga, munofiqga, satqinga, shpiyonga, hamma narsaga bo'lgan ahvolimiz shu. Biz buningdan keyin bunda qilmaymiz. Bu mayli, balki meni chaqamasliginglar mumkin, uyinglarga aralashmagan gap qilmaydi. Hech narim gap qilmaydi. Qo'mimning qirg'i gap qilmaydi. Va aralashmasammi bo'laverdi sen haqqa. Sen haqqa. Men gap qilmaydigan 8-10 odamim bor, gaplashmayman ular bilan. Ashlar o'lib qolsa, ularning namozini tushunmayman. Alloh bilan qasamki, uqsimu billahil azim ana la usalli janazatikum inshaalloh. Sizlarning janoza namozinglarni o'qimayman. Ne gapasanlar apiringlar. Yetkizib qo'yinglar meni juma. Bütün Amerikadagi Uyg'urlarga, dunyodagi Uyg'urlar meni shohid bo'linglar. Men da'vatim. Sizlarning janoza namozlarini o'qib qo'ymayman, bundan keyin nikohinglarni o'qimayman. Bundan keyin ota-onalar o'lib qolganlarni berib Qur'on o'qib bermayman, fat qilmayman, hech nim qilmayman. Men yolg'iz qasam qolamanki, Amerikada bir yolg'iz qilib qasam qolamanki, hech qanday Uyg'ur menga yordam qilmay, yoki menga aralashmay, mendan yiroq tursa, mayli uning bilan mening ishim yo'q. Zaten men sizlarning bu yordaminglarga erishmagan. Men kelgandan yoqi meni qasab kelyapsizlar aramdan bo'lganlar. Meni qasligan, menga ziyankesh qilgan, yuqordan tovangacha hammang bor. Ashlarniki ko'ngliga ayon, ishdan chiqqan ko'ngliga ayon. Buni nurg'uni 2018dan berdim ku, biz ash namoyishni boshlagan vaqtimizda. Şun meni ko'rsang, aqalsang, xuddalik bir jinni ko'rgandek, bir do'ni ko'rgandek, to'xtabgandek, mushtab ketsa. Chiroyingni qanqanma yana birim bo'p. Aramdan bo'lganlar. Qilib qo'yguning bor. Shunga ashna qilsa. Endi yana qopdingmi? Biz Bilalni sol tuytimiz. Sol tepirib anangni skamishar ekan. Ba Fairfaxda yashayman, ishadi turmi bor. Ashak sol temini. İştnan vallahi. Turdu meniki Facebook'umdamış, Facebook bitimde. Jüvetmeyim hemen o narsini. Gapimiz bir şey kilip, hemen çıt kilip, ben bilen gaplash. Tapançanız tapançan epke, Qur'alınız Qur'al, pichaqınız pichaq, hemen narsani epke. Chiroyliq deysiz, chiroyliq. Her qandaq tarafdan men gaplashib olayman sizlar bilan. Siyosiy tomondan desan siyosiy, diniy tomondan diniy. Hamma jihatdan. Qo'rqishligim yo'q meniki. Uni qilsak, buni qilsak qo'qab ketadi, uchritdi, aqlli yo'qildi. Na'dan da ish ekan? Millatni mishani motorlar sanishing iPhone qilib, ahmaq qilib o'ynayotsa, 20 yil, 30 yil oldi.
Allah burun müstakil bo'lgan millat 30 yil keyingi chekindirdan aqalsan. Muşdan bir adam chiqib gap qilishmadan, so'zlamadan, haqni gap qilmadan. Yo'l qo'yib ütüşdən aqalsan. Çünki bir-birinin qo'nga ulaqlıq qo'qashqa bir-biringa shunda. Qo'ngangchi? Elaqa bir nimalar bor, elaqa JB o'ynaydigan. Shunda. Nağvaldır böyle. Sol tütümüz bilalne, ak kılımız, kök kılımız, erz kılımız o bu. Kıla erzini berip ananız sikey. Körpa kayma aşkartlarını. Apırıp sula. Kulağının kelse. Öldürüver. Ne olsan, Amerika'da töz sakçını ekip, beni atkız ver. Kulağının kilemlik düşünerse. Ah, Xitay'daki de aşında kıl. Kılalısın. Onun deyken kalkan Uygurlar sen bilen değilsin. Nemi dep ma Bilalni öldürüp ettinglar, atkızıp ettinglar, so'ltib ettinglar dep aşı vaqt deysin. Amma men sana dep qo'yman Amerika qonunida o'ldi. Men Amerikaning qonunini yaxshi bilaman. Mening advokatlarim bor. Mening boshqa yana cho'ng Amerika o'rinlaridagi odamlar bilan aloqam bor. Shular bilan chiqamiz sotqa vaqti kelganda. Sen yazgan xatni men yozamam dekanman. Sen bana arz qilib so'ltiman u bu desang, men uningga ashtonga bir javob qildiganga, bir yozdigan bir narsa men yozamam dekanman. Men bilmay yozishni. Sen nim ko'ryapsan qolsang sen bu yerda o'tirib. Sening manfaatingga taqashdi, shundami? Sening yuz obro'yingga taqashdi, yana bir narsaga taqashdi. Unda bo'lgandan keyin qo'ngni qisib, butun dunyoga o'zingning rasvochiligini yeb qilmay qo'ngni qisib jim qilsang unda ishingni. Unda olgandan keyin uni menga bizning nimaga yo'llaganlarga ash videolarni men tushirib men chiqardim. Men yer tatib elib qilganim yo'q. O'zing chiqarishding, dunyo bilan paylaşding uni. Ashunda qilsak o'ngishlisan, qilmaydigan bo'lsan, tövbe qilsan, buningdan keyin ashunda to'y to'killar, nazir chiroqlar, yana bir nimalar daqodon baqsiz. Ma biz hazdar millat bo'lgandan keyin men millatning g'amini yeyish bilan, vatanni qutuldirish bilan, davlatchiligimizni qayta asliga keltirish bilan mushtin g'amida bo'lsa. Agar buningga biz yo'l qo'ymaymiz, shuna o'taversak, haddingdan tig'im oshsa. Tig'iliqi yosh cho'kallar, chiroyli cho'kallar qarasa, ayliqi aydak chiroying po'qtaq qilgin deb, aroqlarni ichib, yana bir nima qilib Aqaraq ishmidi, qizlaraq ishdi, uni qildik, buni qildik. Xungju ishsangmi, Beyju ishsangmi, ju degan. Haram qilingan narsa Alloh tarafidan. Ayol kishi kishimi ishsa hamda kishi degan hamda mushta ichidi. Deb bunda hamda bir qabul qilib bo'lmaydigan narsa hamda, lekin bunda bir bo'pti hamda kishi bo'lgan ekan aroq ichidi. Deb bunda o'ylashim ayol kishiniki. Tamochi ichayotgan, aroq ichayotgan, nashchi ichayotgan. Ya qaysi birining qizi mishada aroq ichmaydi, nash chekmaydi, qo'liga chekmaydi, qilmaydi, nurg'un ishni qiladi. Bilishsa shuni. O'zingning qizlarga, qiz-xotinlarga gap qilmaysa, biz men millatni o'shalsin deb, menda narsani menga chiqarib, ibrat olsin deb qo'ysak, voy an o'chasin deb qo'yinglar. Andaq qilibdimiz, mundaq qilibdimiz. Voy uni o'ltiribdimiz, yo'q qo'yibdimiz. Qulog'ning kelganini qilishya, ya bir o'ltirib baqa. Shunda saqlayapman men. 10 yıl oldu öldürümüz, bir şunu çapımız, ak kuvvetimiz, kök kuvvetimiz, sul tütümüz seni. Sana tökmet kılıp seni terörist deyimiz, sana tökmet kılıp seni fundamentalist deyimiz, ak kılımız, kök kılımız, davat kalarım. Bir kıpak hemen bir şunu göreyim. Ben bir bu dünya razı gite islerden. Aşkına kılınlar bir. Kılanmaysa ben sana koyup kulağından kelmeydi aramda moğalla. Kılanmaysa. Sen aşkına kokak bitidi o. Bu. Aramdan bo'lgan men faqat Alloh tilida o'qimayman sanab qo'y. Hech qachon o'qimayman. No'chusan gap qilay shuni. Shu yomon ekan shu gap qilmaydi ekansan, ko'rdik. Bir necha 2018 dan keyin azalishib qolganlarni. Men gap qilmadim, shu ko'rsak salom qilib kelding, salom qilmadim. Ashu menga bir narsa deganlar o'zing salom qilib kelding-ku. Men salom berdimmi? Bermadim. Yutib ketdim bunda gap qilmay. Shu shunchalik bo'ldi. Maydon arildi. Arimiz shunda bo'ldi. Aşılarının işini qilib men o'z vaqtida. Ülüp qalgan dadlarınki tavutunu kütürüp, aş nimigi yerlikçi apırıp, aşağı kümüş bürüp, kelgen. En ahirda şular kendisi siydi. Şunçilikla. Ben de qo'yay. Şunçilikla alınla. Şunçilikla. Onun yüzünü qilma, aşının yüzünü qilib bo'lsa,
Ya bunda qilmamsa degan gapni men qilmadim. Ma azroq ma yuzi bor, azroq chimildigan bo'lsa, Abduxoliqning chamidimi qilin bu shovchilarning yuzi. Azroq chimildigan bo'lsa, bu ishni qilishmaydi. Millat ulyapti, men boshqa gapni qilmayman. Millat ulyapti, nurg'unlarimizning ota-onasi lagerda kesilib ketdi 18 yil, 17 yil. Tug'liq inimizmi dedi, kunni chiqib namoyish qildi, da'vat. Ashninki ota-onasini Hamid Kamlarni, hadlarimizni 18 yil kesibdi. Aşı biçarını maşında nurgun, iqtisadi, vayronchilik, kallasi, chashlari oqirga ketdi ash inimizniki mana. Necha ichida. Ashinchik ziyonkashlikni qildinglar. Ya ma ishtirdim bir to'xtab qolsin deb biz ma'nini u qilsak, hamda qo'pib burundan tatib ishlatayotgan taktikanglarni hamda bizga yana qo'llanma. Shu o'xshash taktika, o'xshash formula, o'xshash shu nima? Yıldızasızdaki delta degandek işte bir nimeleringlar akmaydı o manga. Kulağındaki şunu qile şunu. Amerika hükümeti onda sarang emas. Hemen tekshirib qonunlik qilib, undan keyin berdi. Background check qilib. Men Pokis chiqqashqa beryapti da narsani qonunlik qilib. Endi o'g'ani aqlimiz ko'p qilmiz. To'q kulib ketdim men gaplarni anglab qo'y. Qarindoshlarım, men kulib ketdim. Tova, ma haqniki Xudoyim. Bunda bo'lsak bizga Alloh yordam qilmaydi. Üstümüzge tig'ima shundaq nimalar qildi. Qur'oni Karimda oyat bor. Musulmonlar Allohning deganini qilmay, payg'ambarning buyrug'iga bo'ysunmay, o'zining bilginchi ish qilsa, biz ularning ustiga hukmron kuchlarni, ya'ni kofirlarni hukmron qilib qo'yamiz deydi. Mushu oyat biz Uyg'urlarga tushdi men deb qo'yay. Biz shundaq qilganligimiz uchun ma Xitoydan iborat bir ashaddiy kofirni bizning ustimizga hukmron qilib qo'yib, hozirgi ma kunni ko'ryapmiz. Yani bir qancha so'lamaklar chiqibdi Moskvadagilar. Biz ko'rayotgan kunimizga shukr qilsak bo'ldi. Yahudlarga qaraganda biz yaxshi kun ko'ryapmiz. Andaq mundaq deb. Sizga sungjan chiroyli odam bo'lmaydi. Biz yaxshi kunni ko'rayotgan bo'lsak, sen yaxshi kunni ko'rayotgan degan Songjan apandim sizlar berib ash Uyg'urlarga o'sha irqiy qirg'inchilik va ish bag'ronlar bir sug'urinib, o'pkanlar ilinib, bo'rginglar ilinib bir bo'paqsuncha. Sizlarning qiz xotininglar borda, ashlarni bir sulab akirib, ash Xitoylar bir zotal qilib baqson. Bizning ash Uyg'ur ochlarimizni, adlarimizni, singillarimizni, qizlarimizni, opalarimizni, onlarimizni zotal qilgandek. Uningdan keyin shunday gapni qilamizlarki, men deb qo'yay, bir xoinnimi ishiltib qo'ygandan keyin o'ldiradi-da Xitoy, har qanday millat. Ash xoinnimi vaqti kelganda, ash xoinning xotin bolalarni ko'z oldida bosqinchilik qilib, bu boqib baqson, ash xoin jinnida chidamaydi ashunga. Men sana shuncha yil ishlab bersam, deganingni qilib bersam, yana mush kun kelganda menga mushni qilamsa, deb o'zininki g'ojisiga shuni nola qilib yig'laydi ash xoinni. Ashnimda ko'z oldinglar aka paqtonlarmi ey? Uyg'ur tillik Xitoyning nasldan bo'lgan aramliqlar. Hamda qo'p Bilal İbrahim Turkistoniyni arz qilamiz. So'lt etimiz buni. Aqlimiz ko'p qilamiz. Qo'lingdan kelganini qil. Saqlayman. Tang chiqimiz sotqa. Billi chiqimiz. Advokatlarimni, qonun organlarini ish qilib turib. Ben sana deb qo'y, birinchi meni Xudoyim saqlaydi. Hozirim saqlab kelyapti. Ikkinchi Amerika hukumati menga igi chiqib kelyapti. Uchinchi mening kaynimdagi Uyg'urning mustaqilligini xohlaydigan akinlarim, ochi-sing'illarim qo'llab kelyapti. Shular duo qilyapti, men qilyapman ularga. Hechnim qilolmaysan meni deb qo'y. Hechnim qilishamaysan. O'ngshal tuzuk o'ngshal. Men Amerikadagi qonjuqlar ichidigan, chekidigan ishingni tugat. Balllarının aldığı olsun numus qilish. Kichik ballaranga 5-6 yoshlik numus qilishlarning oldida olsun. Sen araqni o'yda shu ballarning oldida ichsang, ering bilan tang ichsang, aytgan sen ballarning cho'ng'os buzilmaynak borda. Numus qilmay, ballarimiz buzilib ketibdi. Oq bo'yatdi, ko'k bo'yatdi. Bilal hojimga gap qo'yganmisan, aqilganmisan. O sen o'zingning holi shunday bo'lgandan keyin shoshna bo'lmamdi o. O bola degan shu ota-ona ta'tilgan narsa. Köpeytilgan nusxamiz o bizniki. Kopiya. Ota-onaning fitratida, qonda, xuy-peyli hamma narsani tatidi. 70-80%. Sen o'zingning qo'ng'indagi po'qni bir adalab,
Uningdan keyin bir o'zing bir yaxshi odam bo'lib, tuzilib, uningdan keyin bizga gap qil. Uningdan keyin bolalarga gap qilsang oqidi u. Sen o'zing bu yerda tavkani qurib, qimon o'ynab, aroqni ichib, nashin chekib, kulgi minlab yatsang, u sening bolang cho'ng bo'lsa, aynan nocha odam bo'lib ketami? Uningda vahshiyshini qiladi. Nomus qilmaydi. Nomus qilmaysizlar, nomus qilmaysizlar. Yeshanglar 50 dan ishib 60 qarab, 60 dan ishib 70 qarab ketib bordi. Nomus qilmaysizlar. Mush Amerikadagi yoshlarga ulgu bo'lib qolamidinglar men deb qo'yay. Mishadagi yosh qizlarga, yosh o'g'illarga ulgu bo'lib qolamidinglar. Ulgu bo'ldigan yerda, menda ishdan tugtayli, meni qilmayli, ibrat olayli meningdan. Bizning ahvolimiz bak yomon bo'lib ketib bordi. Deydigan yerda uni qilmay hech kim so'zlamadi, to'g'ri. Men so'zlayapman. Men deyapman. Mening deyishim shart. Buni demsam bo'lmaydi. Vojib, farz ayn. Men buni uchratmayman. Xotirjam bo'linglar. Men buni demasam qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloninki savol so'rog'iga men mubtalo bo'laman. Mujindan narsalarni chiqarib, mushunqa ibrat olsun deb qilsak, buningdan keyin bular xalq olamning oldida chiqa olmaydi. Qildigan ish bo'lsa-mu yushurin qiladi, uyining ichida videoga dunyo bilan paylaşmaydi. Yo'qaydi bu ishlar. Qildigan ishing bo'lsa uyingda jim qil uni. Amal bor qilma, chunki Alloh harom qilgan narsa. O'zingning satchiligini, o'zingninki iflosligini dunyo bilan paylaşir ekansan, butun dunyo bilan, butun chet elliklar bilan, sosyal media bilan. Bizga boshqalar tarafidan evatgan kelgan narsani biz chiqarib qo'ysak, voy ani uchasini, voy qanday mantiqa bu, qanday logika bu, tushmaydi bu, qanday mentality bu. Sen avval o'zingni o'nshab, uningdan keyin biz sizningki ziting tegadigan yoki sizning bir achchig'ini keltiradigan bir ish qilganda, bundan ishlarni qilyapsa, masalan, chiqilmasa, men bekarni men chiqilsa desang, vaqti to'g'ri bo'ladi bu. Unda biz qana to'g'ri bo'ldi bu. Qabul qilmaymiz biz uni. Men deb qo'yay. Mening deb qo'ydig'im shu. Uningdan keyin yana bir gapni deb qo'yay. Amerikadagi Uyg'urlar. Buningdan keyin shunda ishinglar bo'lsa, yangi tug'ilgan balanglarga ismni boshqa yerda qo'ydiringlar. Bo'yiga yetgan qizinglarning nikosini boshqa yerda o'qiyinglar. Chirkovda o'qisanglar bo'ladi. Ashlam berdi xatni. O'g'linglarningini shunda. O'lib qolgan tuqqanlaringlarningki namozini men tushagizmanglar. Ben tushmayman. Bu birinchi. Uningdan keyin o'lib ketgan tuqqanlaringlarni uyinglarga chaqirib Qur'on o'qitadigan, duo qildiradigan, uningdan keyin tabliq qildiradigan bir ishlaringlar bor. Uniga uzun yil bo'ldi, shu yangiziga rasmiyatga, urf-odat yuzasidan qilg'izyapsizlar. Uni maylamda deb ko'nglinglarga kamsin deb chiqib qilmadim. Buningdan keyin men qilmayman. Men sizlarning o $300, $500 pulinglarga ehtiyoj emas. Chunki men ishlayotgan xizmat o'rnimdami maosh ishlayman. Yetidi meniki. Shu vaqt qusqim to'ysa, normal kiyim-kechigimni kiyib, ko'nglimni dazmolsam, qatadan tushib qolmay yursam bo'ladi. Vatan da'voyimni qilib, dinning da'vosini, vatan da'vosini. Lekin men sizlarning o pulinglarga ehtiyojim yo'q. Ham buningdan keyin, ama shunday ishlarni tugatmasanglar, Amerikadagi Uyg'urlarmi? Men butun dunyodagi Uyg'urlar mening shohidimlar. Men Amerikada yashayapman, boshqa yerdagi Uyg'urlarning nikosini o'qiyolmayman. Yevropadagi yerlarga. Men Amerikadagi Uyg'urlar. Butunmuş 50 shtat yashayotgan Uyg'urlar, men gapimni olinglar. Men buningdan keyin sening balanglarning ismini qo'yib bermayman. Qizinglarning nikosini o'qimayman, o'g'linglarning nikosini o'qimayman. O'lib ketgan tuqqanlaringlarningki namozini tushirib qo'ymayman. O'lib ketgan tuqqanlaringlarningki uyinglarga chaqalsanglar Qur'on o'qib bermayman, duo qilib bermayman, tabliq qilmayman, yishtim qilmayman, tamoqinglarni yeymayman, pulinglarga ehtiyojim yo'q. Agar mushnaq ishlardan xoli insonlar bo'lsa, men ularning ishini qilib bersam bo'ldi. Lekin buningdan keyin qilmayman. Qaysingning bor? Degina qaysingning laysensi bor? Mening bor. Amerikadan mening bor. Men bir Uyg'urning bor. Nikoh o'qib qolsang, yana bir o'qib qolsang, laysens oldigan, tam urdigan, mana mening bor. Lifetime bergan Amerika hukumati. Bir umrlik. Men o'lganda u expire bo'ldi, vaqti tugaydi. Men o'lmasam turaverdi u. Shunda bergan. Qonunliq men olgan buni. 4-5 yil bo'lib qoldi. Qaysingning bor? Qaysingning bor? Degina Amerikada qaysingning bor? Aşı license qaysingning bor? Hech qaysingning yo'q. Qaysi Uyg'urning bor? Yo'q.
Bütün chet elliklar boshqa millatni mendan olyotidi, beryaptimi. Qo'limdan kelishi, musulmonlar uchun olgan. Uyg'urlarga qilyapman yordamni, qilsam bo'ldi. Lekin mushishinglar bor insonlar, buningki men chaqamanglar. Men sizlarniki chaqamisanglar, gap qilmasanglar, o tamog'inglarni hech qanday zaten men bormayman nurg'ullarning uyiga. Yo'lda ko'rsa deb assalomu alaykum va alaykum assalom bo'ldi. Mening qandaligimni bildi Amerikadagi Uyg'urlar. Ammo nurg'unim bilib turib, haqqa qilmaysa, sussa bizga shundaq narsalar kelib qolgan vaqtda yaqinmaysamda igi chiqib, "Ey, nimda bunda deysa Bilalni, nim qilgan desang, unda bir eg'iz gapni qilolmaysan." Bir nechisi bor. Men ismini demay, bir necha qerim deshim bor. Shular biz sening keyningda u bu deb bor. Buganmi birsi shu gapni qildi. Alloh rozi bo'lsin. Men keyin deyman o insonlarning ismini. Shular biz sening keyningda sana bir narsa bo'lib qolsa, mana biz chiqimiz davatgan insonlar. Qog'iningcha, "Voy Bilalajim" deb assalomu alaykum deb ko'rishsa, "Voy Bilalajim biz sizni yaxshi ko'ramiz u bu" deb keynimdan o'yin o'ynaysa bilmayman. Men ha deb ko'rishib qo'yman ba'zida. Lekin uyingga men bormayman sen haqning. Shunday gaplar qarindoshlar. Bilib qo'yinglar. Meni sulatmoqchi ekan, meni bilinglar. Meni arz qilmoqchi ekan, meni terrorist bu deb shunda yolg'on yovuda gaplarni taqitib joylamoqchi ekan bular. Uningdan keyin bularning qilgan yana bir to'kmiti bu to'yga men beribdiman. Bu to'yga meni chaqamasa, u nikohni men o'qimasam, kim o'qidi u nikohni men bilmayman. O'qigan birisi bor, o'qigan da birasi. U to'yga men beribdiman. Meni chaqamasa men beribdiman. Chaqammaga yag menimda bor ekanman. Faqamsam sunnatigim to'g'ri kelmaydi. Chaqamga yag biz bormaymiz. U nikohni men o'qibdiman. Men o'qimadim u nikohni. Uningdan keyin ash videoni, to'yning videosini men ilib men taqitibdiman. Ey, o'zinglar taqitib, do'yinda yana bir yerda, u bu yerda paylaşibsizlar uni. Hamda qo'pib, menga döngemsa shuni. Nikohingni men o'qimasam sen haqniki, u to'yinga men bormasam, o yerlik to'yninki tamog'ini, to'y ishini men yemisam, mening varapachi so'ritim bo'lmasa, men borgamsam ko'rdi o yerda nurg'un odam meni, "Ay Bilal Ibrohim Turkistonni Bilalajim kelibdi. Men kaslar bu" deb deydi. Ashinchi qolganikin ham bota deb shohidlik. Kim shohidlik beralaydi shunga? Kim guvohlik beralaydi? Davatgan haramzadlar, hech qizlar, qanjuqlar, tapaqa Amerikada yashayotganlar. Agar sen bir rostchil bo'lsang, to'kmatxo'r bo'lmasang, yolg'onchi bo'lsang, mening so'ritim bormi shu yerda? Mening so'ritim yo'q edi. Ben 2018'dan boshlab men unda to'ylarga bormadim. Unda nikohlarga qatnashmadim. Hamma nikoh naytdi oz odam bilan, 30-40 odam bilan u bu bo'plam tugdi. Degan men ashaga berib video qilib ma telefonimda, ma iPhone telefonimda ila ba ajab qizib ketdi ma to'y. Deb video qilib uningdan keyin men chiqartdim. Kim ishinde uni menga? Hech kim ishonmaydi, kim ishinde uningga? Unda to'kmiting kim ishinde deb ashin degan inson sana davatime. Kim ishinde shuningga? Kim ishinde? Qo'ng'angmi ishonmaydi o'zingning qo'ng'og'iga, ala newsashdan kelgan qo'ng'angni desang menga rasva yolg'on gapni qildi ekansan. Sening qo'ng'ang bo'lib qolganim qo'y men pushmon qilyapman. Nimanda yolg'on esan deb qo'ng'angmi silkib o'tirsin men sana qo'yay. Ashi yolg'on gapingga, ashi degan nimanga. Nomus qilmaydigan shavchilar. Odam bo'lishamsa va aqasam. Shplaskuylar. Endi qo'pib Bilal Ibrohim Turkistonining sultitimiz, arz qilimiz, aqlni tutib ketdi. Turmiga chirib ketdi deb. Turmiga bir chirtitinglar men bir chirib ketay shu yerga. Uningdan keyin ma dunyodagi Uyg'urlar, Amerikadagi Uyg'urlar bir ko'rib olsin shuni. Mening bir chirib ketganimni. Ma dunyodagi Uyg'urlar, mushtan hammasiga shohid bo'lib qolinglar. Men bilgan bunda uzun so'zlashdim o. Nima qilib chiqmagan. Men bilgan bo'lgan ahvollarni bir bildirib qo'yay. Men kan Facebook ahliga, Uyg'ur jamoatiga, dunyo Uyg'ur jamoatiga, dunyo Uyg'ur xalqiga deb ma'ni deb qo'ydim. Shunga Alloh subhanahu va taolo
hammamizningki gunohlarni afu qilib, to'g'ri yo'lda minishimizni nasib qilsin. Buningdan keyin texmi to'g'ri qilishimizga Alloh bizga yordamchi bo'lsin. Mayli bo'pti qarindoshlar, Allohga amanat, salomat bo'linglar. Agar meni tutib ketsa, meni arz qilib so'latsa, hammanglar mushton guvoch bo'lib, mushton bir shohid bo'linglar. Uningdan keyin mening qulamga ko'yizni solgan, tutgan, yalab apmangan, mashinaga bosgan hammani video qilib, inshaalloh kan xalq bilan paylaşaymiz shuni qilganda. Chunki ammo unda qilinmaydi. Kimga bilan unda qildigan? Kim beribdi bular unda jur'atni? Haramdan bo'lgan salamchilar. Mayli bo'pti qarindoshlar, Allohga amanat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.